Doğup samız desem bir qeyrindaşım bunu Özbek samız deysen deb yozib qo'yibdi. Qeyrindaşlar bunu zaten nim deb ataymiz. Bugun men sizlarga mushu samizning yangi chiqili ustuna yetib yig'ina kelib ko'rsataman. Mana ko'rdinglarmi? Undan olsa mush filmni yurak berib, saqlab olib oxirjan ko'ringlar. Dasqa 2 kilo un oldik. 2 kilo unga mana yarim qo'shiq tuz. Echtiqudan 2 qo'shiq. İlman sudan 950 gram. Quyup bu xemirimiz yoğurup alamiz. Ha, mana xemirimizni pishirib oldik. Chuqum har bir qatam xemir tamağı deyman, mana jimirimiz, jimirib ravrus pishiribsiz bo'lmaydi. Ondan churuk, nepes, ilos chiqadi xemirimiz. Mana ko'rdingizmi? Mana rasmiy xemir pishsa mana shunday bo'ladi. Mana. Ondan o'xshaydi qirib. Mana yo'gaymiz. Mana oldimizga kelib yo'gaymiz qirib. Mana shunday holat. İki uçuna qarang, ha, mana o'ttir ekilimiz. Ma uçuna mana tatib ekilib, ikki o'ttir ekilimiz. Unda yana qatlaymiz. Ikki oldiga tatib, mana chuplaymiz. Chipslashtirib ekilimiz ikki tarafini. Bu chatlagan yerini tek qaratamiz. Yana basamiz. Endi samsınınki meni tanışib olamiz. Qo'limdagi quyug'im bo'lsa abjashmaydi do'stlar, ha. 200 gram abjashmay bo'lsa 100 gram qaymoq, 100 gram sarmay qo'yamiz. Men burun abjashmay ishlatmaymiz deb yotazdan oshna tatadigan, lekin samsiga ishlatamiz. Sababini sal turib deb sizlarga. Endi men xom qaymoq, ha, xom qaymoq quyib olamiz. Quyuq suyu xamini chiqdi. Xamirni oldik tepiga. Endi basamiz. Maylaymiz. 20 minutdan 25 minutcha xamirimizni tindirib qo'yamiz. Xamirni turgan vaqtim 20 minut bo'libdi. Endi yaymiz. Qaranglar, o'z bo'shabdi xamir. Mana shunday holat yaymiz. Mayni berib turib. Mana shunday holatda biz yeyib olamiz do'stlar. Yo'yga shaklini ko'z qo'y. Mana shunday holatda dumulutimiz buni. Bir qo'llab buni silaymiz. Mana shunday holatda. Mana tatib bo'ldik. Endi qiymimizni tanishaymiz. Uşaq to'g'ralgan kal go'shimiz, chinib olgan piyoz, tuz, zira 1,5 qo'shiq, qirmish 1,5 qo'shiq, tetutqudan 1 qo'shiq. Men askaratish, endi tuz bilan, ziralar bilan insonlar bo'ldi oilada. Men bizning tijorat ishlayotgan ko'z qo'ydim. Kavachini uni. Yangi kal go'shimiz bo'lsa, soni ko'paydi, ammo bizningki pensionlarga son azroq qo'yamiz. Bayam yoqqa kal go'shininki qiymasini tanishib oldik. Endi xo'jayman yumshatib olaylik. Qaranglar, tepaga qaynasini quyamiz. Quyib yumshatamiz. Ham tugishga boshlaymiz. Mana shunday holatda yapaloq qilib olamiz. Martinchilsi o'xshash. Mana qiymamizni mana tuygandek tugib olsak bo'ldi. Mana shunday tugib olgandan keyin to'parni maylaymiz. To'parni maylab etib, ratlik holatda qo'ysak bo'ldi. Tuxumdan serg'in maylab olgandan keyin oq qora gunjini tashkil holat seçimiz. Endi duxovkamizda ustini 220, ostini 240 qilib 20 minutdan 25 minutcha turg'izib pishirib olsak bo'ldi. Cho'pimiz yumshabdi. Endi balaq qolaylar ichidagi qiyamini. Bugun sizlarga mana shu xo'jaymanda samsiqqa qo'yib qo'yay. Shuni qilish jarayonida sizlarga sodi to'g'riliq ishkig'iz gapiray film uzrab ketdik. Shundan so'ng 5 nafar qarindoshim ta'sir qilsa jipimiz. Nurg'unlarlar shu hunar kasbini qilganchada nim modus shuni agishib, xuddi pulni qo'g'lashganda qildi ekansizlar. Bir kasbni Ravrus ko'ngil qo'yib, shuning ko'yil yuringlar, pul topamizlar, shuni izdanib, shu kasbdan chetnab ketmay, yangilik yaratib qilaversanglar, sizlarning bir chaqnaydan vaqtdan keladi. Oddiysi shu duxovka samsidama qilib million pul topganlarni men o'z ko'zim ko'rgan. Oshirotgan emas qarindoshlar. Shu kasbni izdanib, shuningga bir kasbni Ravrus ko'ngil qo'yib qilinglar. Ma duxovka samsa bizning an'anaviy tamog'imiz. Mushnima xo'jayman, har xil erimchik, xo'shav yuro, lazji La pizza degandek 10 necha xil tan qig'ili bo'ldi. Mushu turda sinab qilgan qarindoshlar, uni qilsam bo'lamdi, buni qilsam bo'lamdi deb ishkilayversang, hech qanday ishdan ujuza chiqolmaysizlar. Cho'qim qo'l silib qilinglar. Agar qilolmay qolsanglar, men qishim kelsanglar bo'ldi. Yotaza, Samsung va yoki ochiq turlarda yangilik turlarimiz bor, 10 xil turda, cho'ng turda tarbiyalashimiz bor. 10 necha kundalar yotoq tomonlarni ko'tarib uyut qo'yman. Chunki biz ma turlarda hammasini gram tushirib, o'lchamish ketgan. Hem biz keşif bazada olsun, medya dükkanlarımız olsun, setip çıkarıvattığımız bir tecrübe, soğudukmıştın tabi uyut koyman. Şunlar qarindoshlar özünler kısanlar buldu, çoğum bir kesimini ızçılık kılınlar, vazgeçmenler. Xuddi bir ananın balığı bulgan 20 haftaga o'xshash qat'iy vazgeçmenler. Ana balası ağrıp qolsa tashlavatmadi, yo'q tashlavatmaydi. Çoğum pervish qildi va, yo'q cho'ng qildi, shuni o'xshash kesiblarni o'sha onda o'rin qo'yinglar. 15 kun qilib ekansizlar, 60 vazgeçib ekansizlar. Shuni qilaverib, boshqalar bilan farqni cho'ngaytib o'tinglar.
Şu kesimi yıl qilgan jarayonda onda sizlarning ma'lum vaqtdan keyin lab chaqnaydigan vaqtinglar keldi. 2 yil 3 yil topolmagan pulinglarni balkim 1 oyda 2 ga tepilishinglar mumkin. Pulni qo'g'lasanglar mangu yetishib bo'lolmaysizlar. Masalan, epizarat qilib jag'roq qilamiz. Chilanda pishitibdi men samsa. Bugün biz adil tayyor qila oladigan kalgush qilib taqaylimi? Unda olsa yuringlar. Gazga 5 gram un olgandan keyin 2 gram tuz qo'yamiz. Tuxumning yarmini qo'yamiz. Abjashmaydan 20 gram. Abjashmayni o'qmaydan qarindoshlar zo'pining asli sersidan chiqadi. Ilman suvdan 270 gram qo'yib yugurib olamiz. Xemirlar kep qolgandan keyin beg'ishimiz bilan yimirib, ravurus pishirib olamiz kishini. Xemirni yimirib turib pishirishimiz sababi esa xemirimiz nojo'ya nefis elastik chiqadi. Xemirni ravurus pishirib qolgandan keyin qatlamimizning cho'ngligida 2 bilamsiz, 3 bilamsiz bo'lib to'lib olamiz. Mana shu o'xshash. Avvalda xemirimizni obdan maylab tindirib qo'yamiz. 15 minut. Taturmaydan 2 cho'mash, baş piyazdan yarım tal silib sarıgacha qo'yamiz. Shuni alat sarıgandan keyin suzib olamiz. 300 gram qaymoqqa 300 gram shu suv mayimizni quyib ezib olamiz. Qaymog'imiz mana shunda alatda qatiqda qilgan. Qarabul qo'shib ilib yigida tarzida. Hamda maylab xemirimizni yaymiz. Mana qatlama degan ko'donglar mana. Sharm. Ustiga ham azroq tuz sepatimiz. Piyoz. Endi biz to'g'rag'imiz kalgo'shimizni solamiz. Go'sht qatlamasi bo'lgan keyin go'shtni obdan solamiz. Go'sht mana shuni alatini biz to'g'ramiz. Ma qaymog'imiz nocha shuningga azroq qaymoq chechirdim. Ma sirtniki bozordan qaymoqlarga suvmani ko'p berdi, qaymoq nisbati oz. Shuning uchun ko'ngil tegib olgan shu qolib. Qaymoq nisbati ko'p qilsanglar shuncha yeyishli chiqadi. Mana qatlaymiz. Ma qilibimizni maylab olamiz. Maylab qo'ygandan keyin silib bosamiz. Qilib bo'yicha bisib, shuni alat yeyib olamiz. Tashya qilibimiz. Tuxumning serig'i bilan milab olamiz. Mana sag'och chiroq. Oqqari kunjut septoq. Duxovkada aslida 200 gram, ustini 200 gram qilib 20 minutdan 25 minutdan turg'izamiz. Mana pishdi. Qarang. G'azab o'xshatgan go'shtlar to'kilib turdi, mana qarang. Bunda qatlam qilganmisanlar va. Qarang. G'azab o'xshab tutma qatlama. Sizningcha mushu qatlamni do'konda sotib qolsak, necha pul satsak bo'lar? Inkasini qoldirib baqang.